Bismillah. Ehromning birinchi sharti niyat qilamiz. Qayerda niyat qilamiz? Umra qilishni niyat qilamiz miqotda. Ungacha buni oddiy avratni yopish sifatida ehromni kiyamiz. Avratimizni yopish uchun. Ikkalovi bir xil bo'ladi. Tepasi yo'q. Bir xil razmerda. Bittasini oldik. Bismillah. Ochasiz. Boshdan oxirigacha oldingiz. Bir-biriga jiplashtirasiz. Qo'lto'ni degacha olib kelasiz. Tekis turishi kerak. Qadoqsiz. Oldingiz, yopdingiz, qo'ydingiz. Ozg'in bo'lsangiz, ozg'in bo'lsangiz. Ketidan buni bizlar nimani deb niyat qilamiz? Bu bizlar uchun kashilok, remen emas. Agar buni siz remen deb niyat qilsangiz, jazoga tushasiz. O'zi remen yo'q. Buni ichiga nimadir soling. Vizitkami? Yaxshi qilib ket. Nima bo'ldingiz? Bismillah. Keravani qo'ydingiz. Najibashtirib, naqlas. Tugmacha deyiladi. Ko'pchilikda shu chiqadi. Iloji bo'lsa, shundan foydalaninglar. Sababi praktikaga oshgandan keyin qilaverasiz. Bu chiqarib olamiz. İçileri biliyor bo'lish kerak emas. Mayka ham bo'lish kerak emas. Do'ppi ham bo'lish kerak emas. Naski ham bo'lish kerak emas. Oyog'ingizda rezinoviy tapichka bo'lish kerak. Sharti tikilgan narsa bo'lish kerak emas badaningizda. Xo'p, kimdadir tumancha chiqmasa, uni qo'ydingiz. Size xuddi saunga borasizlar, do'shaga o'xshab bo'ladi. Borib yaxshi nima bo'lasizlar. O'niga shu bo'lasiz. Tamam. Xo'p, endi kimlarnidir qorni qotdi yoki yetmaydi. Qorni kattalarga masalan, ananasiga uraydi. Oldi, bitta qilib. Tushundingizmi? Bukilmaydi. Zapas qaytarmaydi. Qorni kattalarga. O'shanda ham xotirjam chiqqanini ko'rib olish, bu narsa yo'q. Ertaga navbariga chiqqanda mana shu kiyib chiqinglar. Bo'ldi. Chunki siz kiyib olay agarda Makkaga ketayotganimizda fikri xayoli ko'rinib qolyaptimi, nima bo'lyapti ekan, bo'lyapti, ibodatingizga to'sqinlik qiladi. Xayoli joyida bo'lmaydi. Tamom.